谁见过水晶般的冰山？野马似的血水河，冰上埋藏着珍宝，血水灌溉着天河。一马平川的戈壁滩哟，放开河喽啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，悄悄儿望着北京城，航海连接着天边，大山冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。Jo'ming. Sening rahbaring zodi kim? Uqmayman. Rostdan uqmayman. Sen saqqalliq biri demaganmiding? Uning shartlik nomi Lochin degan to'ng'u. Shundaq, lekin men uni bilan ko'rishmoqman-da. Jo'ming. Sen ablaq payjonimizga ziyonkashlik qilib tasliq qilding. Yana rost gap qilmaydigan bo'lsang, bir pay o'qilali jiningni olaman. Yo'q. Uning rostli shartlik nomi Lochin. Bu rost. Biroq men rostdan uning bilan ko'rishmoqman. Vicdonim guvoh bo'lsin. Yolg'on gap qilgan bo'lsam, meni yetib o'tinglar mana. Yeb chiqib ketinglar. Arqi sepimizga yoshiringan dushman xilili cho'nqur yoshirinibdi. Maydonga chiqib qolganlar faqat bir necha chaparman xolos. Biroq bu yoshirin katta bosh zodi kimdi? Bu bir necha chaparmanga sal qirg'il bo'lmaydi. Oldirsak, ishni buzib qo'yishimiz mumkin. Gapning o'chig'ini eshitsak, shaxmatda bir o'ri xato mengasa shu maydon o'yinda o'tirdigan gap. Biroq yana bir gaz o'rilsa jaholat, ming gaz o'rla adolat degan gapmi bor? Bu Yangpayjang o'miltiqiga udul turib, qimirlab qo'yaymi demedi. Faqat eng botir tojik azmatlarla mushunda qila oladi. Bir gap noyt to'g'ri aytilgan. Qo'y to'pig'a ba'zida qo'y telsiga o'rnib olgan bo'ri kirib olishdan saqlanqili bo'lmaydi. Bugungi yilqi chorvachilarning ba'zilari ko'zimga notunish ko'rindi. Biroq Yangpayjongga deyishga pedinamadim. Shaharga kiriblar, ularning hammasi yo'qolib ketdi. Qo'sig'inlar oshqanda, men tamoq etay. Liufa. Texchil hech kim kelmabdi-da. Kelmadi. Birsim kelmadi. E'lonni choplab qo'ydik. Biroq ularning birimi xat to'namaydi. Vaqt kelganda agar biri bolimi maktabga kelmasa, qanday qilamiz? Shojefon, umidsizlanmang. Ishonamanki, hamon bir kuni o'qiydigan odam keladi. Shojefon, g'ayrat qil. Xo'p. Yurtdoshlar, ozodlik armiyamiz sizlarga bir maktab qurib berdi. Uyda bolalaringlar bo'lsa, maktabimizga olib beringlar. Bilim o'rgansin. Shak, men bilan birga maktabga boramsan. Menda yana kompyuter bor, Kela, kompyuter yegin. Shak. Men sana kompyuter beray. Kela. Jefan, bu xizmat ishlamaktasmikan?
Sen bu kempitten nechini taqatding? Bu kampitni Liu Fang bergan. Liu Fang'a kampitni shtab maslahatchisi bergan. Sening yeging bo'lgan taqdirdimi, men senga baribir bermayman. Hey, Shoujifang. Rimbanjang bor ekanda. Qandaq bo'ldi? Mening amalim bor. Sizning qandaq amalingiz bor? Kempitni menga bering. Shoujifang, tez bo'l. Kampitni Rimbanjangga bergin. Bo'la. Hey ukam. Hey ukam. Bu yoqqa. Men bilan maktab berib o'qinglar. Bo'lamdi? Maktabga berib bilim o'rganisizlar. Maktab yaxshi, naqshit olaysizlar, usul o'ynay olaysizlar. Yana texi bu o'yininglarni o'yinsanglarmi bo'ladi? Texi yeydigan kampitmi bor? Ha? Ala. Ha. Ha. Bu bək təmlik. Yanla. Mən bilə məktəb berib oxunlar. Bo'lamdı? Məktəb beringlar. Ha? Hey. Hey, qaçmanglar. Amalingiz mushimidi? Yang Beycan, men aldirib terkib qilyapsam, sizdek kulyapsizgu, ha? Kechiring. Hozir maktabni qurib bo'ldik. Biroq bir balami kelmadi. Bir amal topsaq bo'ladi. Liu Fang. Men qandaq amal topa olayman? Siz degan qiz bola. Menimcha bolalarni qiziqtirishga, bola chaqirib kelishga siz menda ustiraqqa. Bo'lmasa buni qilaylik. Siz aldirmang. Biz birlikda amalni qilaylik, ha? Bundan boshqa maktabning aslihalari jihatda qandaq talabingiz bor? Maktabning aslahalarida boshqa masalami yo'q. O'qitish materiallarini men u tarafdan olib kelgan. Zimin. Kaman degan so'z chegara qurolining simvoli. Qo'rol. Qurol. Tuproq degan tavallik. To'g'ri siziq degan tog' yoki Tizma. Taq tizimlari. bilaman. Hey, tog' tizimlari degan nima? Taq faqat birli bo'lsa, yetim taq bo'ladi. Nurg'un taq o'zaro tutishib ketsa, uni taq tizimlari deymiz. Uqtama? Uqdim. Rinbanjang. Ha? Men bir she'r yozgan edim. Buni ko'chirib yozib qo'ya, Dudashing yaxshi yozibsan deydi. She'r? Hey Jefan, sen tek xatimi tuzuk tunib bo'lamagan turuqliq yana tek she'r yozamsan? Qog'ozni zoy qilma. Qiladigan ishini qilgin, ha? Liu Fang'ning ishi uchun mendan o'ch yilibsan, ha? Jefan. O'zing kichik bo'lganing bilan kallang xeli qiyirib qopti juma. Hay. Amisi men sana she'rni tushuntirib qo'yay. Ha? She'r yozmoqchi bo'lsang, mayli sen nimani yozgan, oldi bilan qofiya turaqqa diqqat qilishing kerak. Qofiya turaq degan nima? Qofiya deganimiz misralarning oxirida kelgan so'z va bo'g'imlarning ohangdosh bo'lib kelishi. Nima? Turaq degan nima? Barmoq vaznida yozilgan she'r misralarga bo'g'imlarning ma'lum tartibda guruh qilinishi turaq bo'ladi. Alayliq, raisning uzun safar degan she'rda mundaq ikki misra bor. Katta isib hanqiyog'i urganda jinsha do'lqini, chashdi dado ko'rikning zanjiri so'q qahirtan. Mana bu she'rning turaq va qofiyalari mafailun, failun, failatun, failun shaklida kelgan. Tushundingmi? Tushunmadim. Tushunmaysan-da. Tushunmagan bo'lsang uyingga berib, raisning mana bu ikki misra she'rini obdan o'yinlab baqqan. Beyjan. Beyjan. Qarang, Rinbanjang meni bo'zaq qilyapti. Hay, kim seni bo'zaq qildi? Shoujifang, she'r yozishni uningda o'rganma. Maktabga borgin, men o'rgatay. Shoujifang. Ha?
Amaliyotda she'r yezish degan qo'rim qo'rg'onga o'xshashli bir ish. Sen yozmoqchi bo'lgan she'r dal ashu qo'rima. Uni yaxshi yozay desang, mayni ko'proq qo'yib qo'rg'in. Ta'mli qo'rmoqchi bo'lsang, uningga ozroq tuz ham xurish sag'in, ha? Bilib oldingmi? Bilib oldim. Gülandam, biz degan chorvachi, qo'y kola degan bizning hayotlik manbayimiz. Qish kelganda o't cho'p degan qo'y kolalarning hayotlik manbai bo'ladi. Uqdingizmi? O't cho'p qo'y kalalarning hayotlik manbai ekanligini albatta bilaman. Kuzullar! O't ketdi! Kichik bola aka! Tez! Su akilinglar! Tez bo'linglar, tez! Navruz, tez bo'l! Mana Payjon keldi! Su akilinglar! Tez, tez! Çöpler yeterler! Navruz dikkatli! Tez su akilinglar! Tez! Su akilinglar! Manazir! Tez bulunglar! O't çöplerim kuyup gitti. Üyümü kuyup yok oldu. Qo'y kaldırım açlıktan ölse qanday qilaman? Chorvachi qarindosh. Ilmi ko'pchilikning yordamida o'tni o'chirib oldik. Xotirjam bo'ling. Bu bir necha kungacha sizlarga turg'idek yer chiqadi. Gobenjon, ular qism qo'rg'osiga berib bir necha kun turib tursin. Xo'p, biz ozodlik armiya imkon qadar pat arda sizlarga o'sib beramiz. Qo'ykallarning ishini biz yana amal qilaylik. Xotirjam bo'ling yo'ldosh. Do'doshim, yurtdoshni bilib ketgan. Xo'p, Ulardan biri bering. Yurtdosh, qani bu yoqqa. Yurtdoshlar, qaytib ketinglar, ha? Ha, yuringlar, Bo'ldi, qaytinglar. Hammamiz qaytaylik. Niyozga. Rahmat sizlarga. Qaytayli. Xo'manjon! Va! Bir necha askarni chiqarib, bu yurtdoshning uyini inchiklik bilan tekshirib beqinglar. Xo'p, yuringlar, men bilamanlar. Payjon. Ajab tuyuqsizlik o't ketibdi-ku. Ha. Bu o't ketish hodisasi sal g'alati turdi. Bu o'tning jazma majanjang bilan aloqasi bor. Ha, bu aniqli bir ish-ku. Biroq masala mush yerda. Uning bu o'tni qo'yganligi bizga shuni bildirdiki, u qaytib kelmoqchi. Biroq u nima uchun bizga deb qo'ydi? Tahlil qilma. U bizning istiqomimizni qalayim qilmoqchi, andan fursatni foydalanib hujum qilmoqchi. Undaqda u faqat Solir tog'ig'izi. Bu birdan bir yo'l. Payjon. Undaqda biz unda qozonga mundaq cho'mish qilaylik. Ma'qul. Uchala anlab turinglar. Bugundan boshlab hamma askarlarga uqtirish qilinglar. Biz urush holatiga kiramiz. Xo'manjon, va sen iliq chorvachiga tezroq bir yangi uy sepib bergin. Xo'p. Rahmanjon, bir necha askarni boshlab surishtirib boqqan. Qanday qilsak imkon qadar o't cho'p masalasini tezroq hal qilib bo'ladi ekan. Xo'p. Gobenjon, sening vazifang sal mushkul. Sen Solir tog' ayg'izini mahkam qovdig'in. Bildim. Anlab turinglar. Biz cho'qim o'zimizgacha boshqalarga bo'sh tadbir qo'llanaylik. Majanjon bizni qiltaqqa tushdi deb o'ylab qolsin. Biz chandirmay turib ajoyib bir o'zgarish qilaylik. O't çöplerimiz bir necha kunga qolmaydi tugaydi. Yem-xashak bo'lmasa, qo'y kalalar bir-birlab ochliqdan o'lib ketadi. Ajab tushunmadim Navruz. Chorvachilarning qo'y kalalari o't cho'p yesa, ozodlik armiyaning otlarimi o't cho'p yeydi. O't cho'p maydoni kuyib ketsa, ozodlik armiya o'zi qanday qilar? Albatta, ochliqdan o'ladigan ish bo'lsa, o'ladigani cho'qim qo'y kalalar bo'ladi. Hargiz harbiy otlar emas.
Ozodlik armiya. Ular taraf-tarafdan biz bilan qarshilashyotidi. Yanpaycan, yana men bilan el rayi to'g'riliq paranglashqil kelmagansiz. Shundaq ham shundaq emas. Hurmatli imom xonim, sizlar bilan bir ish to'g'riliq paranglashmoqchidim. Tahirning o't-cho'p maydoni kuyib ketdi. Hamda minglagan, o'nminglagan qo'y kalalar nima yeydi? Bu bir muhim masala. Navodi yaxshi bir taraf qilinmasa, Tahir shahri bir qushxonaga aylanib qolmamdi. Qanday qilay deysiz? Men sizlar bilan shu ish to'g'riliq maslahatlashay degan. Puhrolarimiz Moni begimning yaylig'ini ishiltib turib bu o'tkaldan o'tib olsinmikin deyman. Moni begimning yaylig'i masjidning vaqtisi emas-ku. Nimishqa meni izlaysiz? Sizlar Tahardagi obro'li odam. Sizlar bilan shuni maslahatlashay dedim. Birinchisi sizlar guvochi bo'lib qo'ydinglarmikin? Biz faqat puhrolarni ko'z tutib Moni begimning yaylig'idan foydalanib tursakmikin deyapmiz. Ikkinchisi sizlarni Moni begimning yaylig'idagi o't-cho'plarga haqiqiy savdo bergan pulni vakolatdan topshirib olamikin deyman. O't-cho'pning puli? Ha. Biz ozodlik armiyaning 3 cho'ng intizom 8 diqqat belgilamamiz bor. Ammaning bir tal jip-jingnisini olmaymiz. Biroq hozir ishlatmoqchi bo'lganimiz ularning yaylig'i. Shunga biz bu pulni jazman to'laymiz. Egisi bo'lmasa, kishining bir tal giyohsini tutishmi xato. Biroq hozirgi ahvolda Moni begim bo'lgan taqdirdimi, u hargiz qarab turmaydi. Bu bek yaxshi oldu. Hurmatli imom xonim. Men pulni og'ash keldim. Amsi malol ko'may. Bu pulni Moni begimga vakolatdan topshirib olg'aylar. Pulni siz ep keting. Keyin Moni begim qaytib kelganda o'z qo'lingiz bilan topshirib bering. Uningga mayli. Aras. Imom xonim. Men texe bir qarz hujjat yezib ep kelgan. Moni begimga vakolatdan topshirib olg'aylar. Ochiq ko'k osmon, payansiz dala. Yelpinar o't-cho'p, yaylar qo'ykala. Payjan. Qadimgi shoirlar bu she'rni nayt yaxshi yozibdiki. Shundoq. Biroq to'lama afsus. Ehtimol damalliqi biroz bu yerga kelib qo'y kalab yiqishga jur'at qilolmasmikin. Namajon? Ha? Sen darhol odamlarimizni bu yerga boshlab kelib o't-cho'p urishga tashkillagan. Chorvachilarning uy-uylariga gapirib bersin. Lekin Anzirma. Ben imom xonim bilan ko'rishdim. Imom xonim chorvachilarning bu yerga kelib Moni oilasining yaylig'idan foydalanishiga ijozat berdi. uqdim. Ularga deb qo'yg'ash kel. Ular tashakkur etmoqchi bo'lsa, berib imom xonimning odil, mehribonligiga rahmat etsin. Xo'p. Navro'z. Uyda odam bormi? Tinchlikmi? Yurtdosh, tinchlikmi? Tinchlik. Navruz uyda yo'q. O't-cho'p maydoni kuyib ketdi emasmi? Biz sizlarga o't-cho'p ib keldik. Navro'z kelganda uni deb qo'yasiz. Rahmat sizlarga. Sizlar pek oq ko'ngilkansizlar. Yordam lozim bo'lib qolsa, bizga esinglar bo'ladi. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Ey, No'roz. Bu nima qilganingiz? Boshlig'ing Yongpayjonga deb qo'y. Men Navruzning qalbini bir dova o't-cho'p bilan setib ololmaysizlar. Hey! Qandaq stil bu? Voy, Aqto, yangi uyga joylashibsiz-da. Qandaq, yangi uy sizga yoqdimi? Yoqdi. Ishonimanki, ozodlik armiyaning yotgan ko'pillari sizlar tojiklarning supsiq selinsa, cho'qim o'zgacha illiqlik berdi. Rahmat. Ozodlik armiya jinimni qutuldirib oldi. Menga yangi uy sep berdi. Men sizlarning alvasidan o'zgarganinglarga hargiz ishonmayman. Rahmat sizga, rahmat. Meni yaratsanglar, uyimda bir vaqt g'izo yeb ketinglar, bo'lamdi. Yo'q, shugu. Hamisa bizni g'izoga taklif qilsangiz, mening bir shartim bor.
Ha? Aqto, bizning boshlang'ich maktabimiz dars boshladi. Balangizni tezroq maktabga olib berish kapolatlik qiling, bo'lamdi? Ha? Bo'ladi, bo'ladi. Ay, 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 ay. Balalar, qani kiranglar, qani bu yoqqa. Tez qochaylik. Ay, qochmanglar. Sizlar qilinglar. Men sizlarga xat yozishni o'rgatay bo'lamdi. Qani kiranglar. Kiranglar. Qani bu yoqqa. Chiqinglar. Qani. Saboqdoshlar, biz hozir dars boshlaymiz. Bana ergişip okunla. Gün. Gün. Ay. 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 Gün. Doğru. Gün degen quyosh degen bende. Ay. Ay. Voy. Ben Yangon he. Gımtoncan. Gımtoncan teşikmo. Yol yo'riq bering. Janubiy Shinjongning qisman rayonlarida to'plam paydo bo'lib o'tadi. Majanjan qismining harakatini qattiq kuzatinglar. Majanjan bilan Janubiy Shinjongdagi to'planchilarning moslashib olishining oldini olib, Janubiy va Shimoliy Shinjongdagi dushman kuchlarning birlashib olishini to'sishimiz kerak. Uxton boshliq, xotirjam bo'ling. Biz allaqachonlar Majanjanning harakatini atrofli kuzatishni boshlab jang planini tayyorlab bo'ldik. Texi uningga noit qimmatli sovg'adan birini tayyorlab qo'ydik. U keladi, ammo qaytib ketmaydi. Guanxay, qaraganda askar o'rinlashtirishda siz yana chaqqon chiqibsiz. Rahmat boshliq. Tahar bir muhim yo'l. Biz hargiz beparvolik qilmaymiz. Guanxay, tinchitquch qism 3 kun ilgari maxfiy yo'lga chiqdi. Bugun kecha Tahardan o'tadi. Qismning o'ngishli o'tishiga kapolat qiling. Hargiz chatoq chiqmasin. Xo'p. Bala ekining buyrug'i. Yang Guanxay teg'i putlasab turolmayotgan fursatdan foydalanib, Taharni qaytarib olinglar. Ondan kommunistlarning chegirdan o'tgan tinchitquch qo'shinni qirib tashlab, bahor bayramidan burun Shinjongni biraqli qaytarib olamiz. Sunfogan, oshpazlar qisminikilarga yetkazing. Mushu 2 kun ichida askarlarga obdan g'izo yetib bersin. Hammanglar qo'zig'ini obdan to'yg'izsin. Qoral yarog'larini surtib, yetarlik o'q tayyorlasin. Bayramni Taharda o'tkazamiz. Xo'p. Men oxiri sirtlar sargardan bo'lganlarning qadriga amdi yetdim. Begi. Buni tushungan bo'lsalar, nemishqa Taharga qaytmaydilar? Majanjag'ini sen tushunmaysan. U qurolini batlab, qo'ynida epli yuriydi. Bu uning qurolni beshing tanglab turg'undimi qo'rqinchli bo'ladi ekan. Menga tanglab turib olsa, sana gap qildigan fursat bormi? U agar tapanchasini chiqiribla otsa, bir eg'iz Alloh deyishga ulguramaysan. Begi, Mayanjan o'zini sizlar bilan bir yipqa bog'labapti. U tirik bo'lsa, sizlar tirik bo'ldilar. U o'lsa, sizlar o'ladilar. Taqdir, taqdir. Birodarlar! Bir oydan beri qumdovonda turib, hammanglar riyozat chekdinglar. Jafo mushaqqatli kunlar o'tib ketdi. Bugun biz berib Taharni qaytarib olamiz. U yerda qalbimizni tabriklab ziyofat qilamiz. Yo'lga chiqishga tayyorlanglar. Yingjang! Yingjang, to'xtab turing. Yingjang, telegramma. Tarqılinglar! Tarqılinglar! Azatlık armiyanın tinchitquch qismi qachon o'tib ketgandi? Bilmadim. Azatlık armiya insi jinga to'ydirmabdi. Qaraganda yaqinqi mezgillarda
Ümit yo'q o'xshaydi. Xonbanjan, bir ahvol bormi? Peycan, g'alati ish bo'ldi-ku. Rostilla azroq bir shapsi yo'q. Osmondagi ovi burkutga qarang. Shundoq erkin, bemalol uchyotidi. Demak, tog' orqasida odam yo'q degan gap. Menimcha, payti to'g'ri emas. Majanjan amdi kelmagidek. Biroq biz yanada davomli bosib turaylik. Qolgan jangchilar men bilan tog'dan tushishga tayyorlansin. Peycan, bu Majanjanning boshlig'i bizning tinchitquch qismimizdan buncha ular tez kelganini hargiz o'ylamadi-da. Arzimas bir to'polonchini yo'qotmoq shuncha tasishmidi. Bu Majanjan kasimo yanala tumshuqiga yeydi o'sha. Qandaq dedim? Qonbanjan. Peycan. Bu Majanjanning nima xiyoli borligini hech bilamadim. Necha million kichik gomindan qo'shinni biz mag'lub qilib, tarmar qilib atgan tursak, qilib qolgan shu oqsoq cho'loq banditlari tig'i biz bilan jan tikib ilishib, Shinjongni qo'limizdan tatib olmoqchimikan? Bu tushak ekanlik-ku. Biroq mening hozir hammadan bak shuni bilgim kelyotdi-ki, Majanjan mushu daqiqada zodi nima o'ylayotgandi? Jangga jiddiy hozirlik ko'rib, fursat kutgudakmizmish. Mushundaq sharoitda jangga qandoq jiddiy hozirlik ko'rgili bo'ladi? Qandaqmi fursat kutib tura olamiz? Gepining chiroyliqligini. Yanguanxayning texi puttasab turamagan fursatidan foydalanib, Shinjongni qaytarib olgandekmiz. Biroq biz hozir hatto Tahorg'imi qaytamayotgan tursak. Qish o'tsa, bahor keladi. U kamgacha ozodlik armiya Yanguanxayla Tahorda yildiz tatib bo'lmadi. Pinhan marvoyat, hatto maloikaning yangi buyrug'ining nima ekanligini mi demidi? Hech bilmadim. Kelar yili nima ishlar bo'lib ketadi ekan ta. Gülendam, ne buldunuz? Hech nima bo'lmadim. Tugab ketgan ota-onam esimga kelib, ko'nglim sal buzilyapti. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Gülendam, siz dopchilang, men sizga usul o'ynab beray. Birdan-bir ko'nglingiz ichilib qoladi. Biroq men dopchilishni bilmayman. Dopchilishni bilmagingiz nimasi? Tojik qizlarining orasida dopcha olamaydigani yo'q-ku. Navruz, men kichigimda ota-onamdan yetim qolgan tursam, men kim dopchilishni o'rgatadi deysiz? Kechiring, ko'nglingiz buzildigan gapni tilga olmasam bo'pti ekan. Navruz, men birdam yolg'iz o'ltiray, bo'lamdi. Ma'qul. Hürmetli İmam Ağunu, men yana sizlarni malol qilg'ili keldim. Yang Peycan, aziz mehmon tursangiz, siz kelsangiz, men to'lim qo'shal bo'laman-da. Rahmat sizga. Hürmetli İmam Ağunu, biz Tahorga kelgandan buyon bu kichik shaharda nurg'un ishlar yuz berdi. Shundoq. Yerlik fuqarolar haqiqatan ko'p riyozat chekdi. Bizning armiya xalq munosabatimizmi bir talay sinoqlarni boshdan kechirdi. Hamda yaxshi bo'ldi. Fuqarolar oxiri xotirjam turmush kechiradigan bo'ldi. Fuqarolarning kun kechirishda boshqa talabim yo'q.
Faqat xotirjamlik bo'lsa, shuning o'zi baxtda. Shundoq. İmam Axunam, anlasam, shahrimizning bozorini bu atrofda damliq deydi-ku. Shundoq. Qarasizlar. Biz Ozodlik armiya tarafdan biroz yemeklik tayyorlasak, shahar xalqi bilan bir bozor qilsak, qandoq deylar? Bu yaxshi ekan-ku. Sizlarning samimiyatinglar ko'pchilikni cho'qim ta'sirlantirdi. Yanpayjon. Tarning puhralari ilgari sizlarni xato tushungan yerlar bo'lsa, ularni afu qilib etgaysizlar, Yo'qsa. Biz Xanzolada kishining ko'nglini olay desang, o'z ko'nglini ber degan gap bor. Meningcha, biz faqat samimiy muomala qilsaklar, Taharda jazman xotirjamlik o'rnaydi. Biz Ozodlik armiya bu yerda uzun turgan seri bizdan yurish-turish gap so'zlarimizni puhrallar tabiiy oldilarni aniq ko'ralaydi. Burun sal uqishmaslik bo'lgan bo'lsa-mu, ishonamanki, uzunga qanmayla hamma tugillay yeshiladi. Yanpayjon, odam uzoq kunda sinanar degandingiz. Bu gap bak to'g'ri ekan, ha? Biroq, İmam Axunam, boyqishimcha shahrimizda Navruz deydigan bir yigit bor ekan. Uning biz Ozodlik armiyaga bo'lgan adovati bakli cho'nqur ekan. Shu qatimki tog' eg'izdagi fojiada u jinidan ayrilg'ili tas qolgan emasmi? Navruz. Rostilla Ozodlik armiya bilan o'g'liq tatish musobaqasiga qatnashamsiz? Nemishqa qatnashmoqdakman? Men ulardan qo'rqmayman. Navoda ularning ochig'ini keltirib qo'ysangiz, bu o'ynashadigan ish emas-ku. Gulanda, qarab turing. Ularni qanday qutib olamankin?
Bu qartoruq adetki can etemez cuma. Ayni çağda atıq askerler yani attallıgan çağda muş qartoruq nurgun cançilerini timollaq çürötken. Çünkü qartoruq qaylamasda. Sizler qaysı etvalыңlar meni minisler dedi. Şundaqmı qartoruq? Oy, Bencan. Meningcha sizning osh mijozing qarto'riqnikidan bo'lsa-juma. Meningcha uni faqat sizlar tizgilay to'g'rimi? Taşıyam, sana rastını desem yermen doğru dedim. Bilemsizler, bu at bilen adamı taqdirini o'rlashtirishga bog'liq. Bir kim bo'ysundiraman deb bo'ysundiramaydi. Ayni chaqda qarto'riqni birlik ko'rib yurgim shunda qattiq dupildab ketdi. Uning bu turqini bekli yoqtirib qolgan edi. Qara, uning mag'rurligini. Beshini egiz ko'tirib olganini ko'mamsa uni. Shuning bilan men qarto'riqni yeniq berib, qarto'riq, bundan keyin ishimiz akufku bo'ldi. Yomg'irdak yig'iyotgan o'qlar orasidan olib qarab chapamiz. O'qni ko'z bo'lmasa, hech vaqasi yo'q. Ishimiz o'z ko'zimizni bir odamning ko'zi o'rnida ishlatamiz dedim. Şunu bilan qandaq bo'ldi demam sizlar. Degan gapimni qarto'riq tushungan chig'i ikki ko'zini mushbeti midirlatmay men qarab turib oldi. Mana bu taqdirni o'rlashtirish bilan ikkimiz bir oila bo'lib qoldik. Bir oila? Gan suv yurish qilganda bu mening jinimni qutuldirib qoldi. Oldimdagi bandit bilan jon tikishib elishib Keynimda odam borligiga diqqat qilmabdiman. O turib sol tarafga birli chapchidi. Orqadan birini tepli keynimda dushman yiqitdi. Şunun bilan uning o'qi osmonga uchib ketdi. Ne bo'ldi? Qarto'roq, ne bo'ldi? Suv so'qmikan? To'nglayapsan? To'nglagansan uy ketaylik, ha? Casus bakkan! Tez! Qo'g'layli! Tez bulunglar! Qarto'roq. Qarto'roq. To'la meni qo'rqatmisan-ku. Qarto'roq. Qarto'roq. To'xta! Navruz? Bayqoqni savatdingmi? Men olsam ne bo'pti? Ha? To'xta! Nemişqa? Nemişqa etimni o'ltirib etsen? Men o'g'ladiman. Mening otqinim bir et. Sen tajik bo'g'ashqila. Mushunda qilsam bo'ladi odamsan. O'g'loq tatishim musobaqasi sen uttirib etding. Gap bo'lsin menga demamsan. Mening jinim bir otqimni tang bo'laman ekan. Yomon bo'lsan qani meni etib etmamsan, ha? Eting uchun o'shanmamsan. Bencan! 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 Oy! La'nati ablaq, meni urg'udak bo'ldingmi? Bencan! 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 Bo'ldi, Bencan! Gobencan! Yemiş oldu? Yemişqa odam tutsizlar. Onundan sonra. Navro'z. Yemiş oldu? Su musulmonlarda pokizlikning simvoli. Sizlar xanzullar daryo bo'yida otish yo'q. Suvni bulg'udinglar. Bu Allohga bo'lgan hurmatsizlik. Hürmetli İmam Axunum, Navro'z, kechiringlar. Biz gerçi tahara kirishdan burun muntizim ügünüş qilib, sizlarning örüp odatinglarga qarata tushuncha hosil qilgan bo'lsaqmi, biroq bu ishni unutib qoldik. Kechiringlar. Gobencan. Navruz'ni yeyishib et. Peycan. Bo'ldi, gap qilma. O qarto'roqni yetib etdi. Navruz, sen mi onun can etini atmasligin kerak edi. Allah igimiz şefqatlik hem keremlik bu. Biroq sening iching bek tor ekan, musulmon bandasi bundaq ish qilmaydi. Gobencan. Uni yeyishib et. Yo'q Peycan. Bu buyruqni majra qilolmayman.
Bu ishni qandoq bir taraf qilsangiz o'zingiz qarab bir ish qiling. Hürmetli İmam Axunum, Navruz. Ben yeni bir ketim sizlerge namakul bo'lman. Bu işni cezmen qattiq bir taraf qilaman. Dodacığım, Navruz'ni yeyishivat. Mengla.象征着纯洁的友